Hurmatli vatandoshlar, mana Xudo xolasa yana bitta manzilimizga keldik. Darvozani o'rnatamiz, obzorni qilamiz. Do'stlar, mana Xudo xolasa ustoqlarni bajarib oldik. Xo'p. Dubai fason 2 qavatli nержавейкаga o'rnagan taglari shvillar bo'lyapti. Ikkala yoni 8 profil, penalarini qo'yib, cho'tka bo'ldi. Vibraga o'rnagan nержавейкали Dubai fason. Ruchkalari ham mo'shli bo'lyapti. Xudo xolasa 2 qavatli, oldi orqasi bir xil. Narxlari stambovkani 600 mingdan 1 million 200 ming 300 minggacha bor. Ochilib yopilishlari. Yangi ishimiz yoqdimi? Sizni kameraga olmay-a? Ha, ishimiz yo'q. Yaxshi. Xudo xolasa cho'tka, ha? Xudo xolasa yaxshi. Tan joningiz sog' bo'lsin. Aka, Charchamaysiz, omon bo'lasizlar. Xo'p. Ikkita joy o'rnatganmiz bitta xonadonga. Ha, bunisi asosiy eshik, bunisi garaj. Mana garaj bir qavatli Dubai fason nержавейкаga. Budda ham xuddi shunday. Farqi bu bir qavatli, u 2 qavatli bo'lgan. High-tech zamoglarda mana ko'rishingiz mumkin. Buni qovurg'alari bu tomonga chiqqan bo'ladi, mana. Bu tomonga chiqqan bo'ladi. Uniki ichkari kirganlik sababi oldi, orqasi bir xilda bo'lgani uchun shunaqa bo'ldi. Bu ham tagi shvillar. Ikkala yoni 8 ga oldi profil. High-tech zamok aytma. 550 ming so'mdan 1 million 200 ming, 1 million 300 minggacha bor. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalarimiz bepul bo'ladi. Darvozani sifatiga o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa ustanovkalarni qilib, cho'tkilab o'rnatib beramiz. Zakaz bersanglar, qulay qilib gaplashamiz.